Soğuqdan qo'rqmaydigan menga o'xshash ishchan kelin payshalar chiqinglar g'ayvat qilamiz. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranch kelin Muyassardan hammanglarga o'tliq salomlar olsun. Taranch kelin, Paranch kelin deb mana qiziq paranglarimni deb keldim, o'zlaringiz zeriktirmaydi. Voy bu qishning kuni naning aqlda deysizlar, supuring deb qiynapam. Voy ishkaldini supuring, uyni supuring devirdi. Voy apa pokizga bu ishkallar deb supugamni elib chiqsam, voy pokiz emasga ballar, xeyli maynatga. Men qiynapam, teleskopni ko'rdim, mikroskop, teleskop, ma ishda biz narsani ko'rdi, yo'qotibchi. Şuna bulum çıqaqlardagi axlatlarni ko'ralaydi bunda qalaning orasidagi. Şuna Taranchida do'stlar. Sizlar Taranch degan qonda odamlar Taranch deysizlar. Haqiqatan mushta mikroskop, teleskoplar bulum çıqaqlardagi axlatlarni ko'ralaydigan jingdir-jing yerlik g'uljiliklarni Taranch deb ataydi jinim ballar. Ya'ni bu Taranch degan atalg'uda oti bo'g'ulardan tatib g'uljida yashab o'tgan yerlik g'uljilik degan gap bunda aytib vaqtda do'stlar. Taranchning ballari qo'ymamdan Paranchi deb mushta Paranchi bo'lgan, mushta Taranch bo'lgan oilaga mana men to'y qilib kelgan do'stlar. Shu jiq do'stlarimiz ayrimxandimi kim pinglinladimi Taranchi degan nima gap deb so'rab sizlarga mushning bir javob berib o'tay dedim sizlarga do'stlar. Shunga mendek Paranchi do'stinglarni yaxshi ko'rsanglar, qo'shib olinglar. Sizlarga qiziq paranglarni qilib berma deyman, qizlar zeriktirmayman sizlarni. Ichib pishqonlarni chiqirdigan menda nima deymiz? Kaysing ko'ringlar deb bo'p ketaman juma. Na, menda qizlar cho'qim meni bir go'njoq qilib yuraklarni berib, genzalarni berib, fansilarni ashirib beringlar do'stlar. Qiynanama jo'g'agan xemeni yaratmay yotadi. Yana ish qitim chayli biting deydi ballar. Belak talg'ich xemey jo'g'asangiz yurak qang'ich oshaymiz deydi. Voy apa belikim telib emas, hamma barmoqlarimdan tatib kelib ketdi. Men hozir butun hujayralarım telib ketdi. Men deb bularni bir aqir kuldirib men bo'ldi deb shuni saylan aqlash quchib ketdim. Qiynatamning manpar so'mani yigisi ekanda, nimitimiz desam voy maqbala manpar so'mani itib beringlar bir o'xshitib qana dedi. Apam bakusta bu tamoqchi shunlar bo'ldi unda bo'lsa deb yugurishdim ishlarni qig'in turdi. Nega aytgan tamoqingiz o'xshabdi deydigan do'stlarimiz bo'lib qolsa bir ancha-muncha baho so'zlaringlarni yozib qo'yinglar juma. Mushta xat yozmasanglar ko'nglim yerim bo'lib qoldi-ki. Vuluqlarimni yaxshi ko'rmay qolganmidi, nima xat yozmaydigan nimada jiq odam ko'ribdi, lekin yurak bosmabdi, xat yozmabdi deb ko'nglim yerim bo'lib qoldi-ki do'stlar. Shun ancha-muncha ko'ngil so'zlaringlarni yozib qo'yinglar. Andima haqsiz yurganlarni berib qo'yinglar do'stlar. Rahmat qilib shuncha qo'llab berdinglar. Yangi nomerimni mangdirolmasmanmi, hamda cho'ng nomerimni qilib kunab qoptimanka o'zim deb o'ylagandim. Lekin ish qilib yana mangdirib etma, ballar sizlarning nima deymiz, qo'llashinglar bilan demawa. Men mau qiymini qilay deb sayni to'g'ravatsam, opam basayni unda to'g'ramaydi bulan deydi. Qanday to'g'raymiz desam, men persona aytayotimiz lag'matmidoq deb chaydon qo'lamda ilib akam bola men to'g'rab beray dedi. Qarsam buning qisal yo'g'aroq qilib saygi to'g'raganda qilib to'g'raymiz ekanda. Voy bola pat to'g'rab deydingiz siz ham so'rab berib berdim shuni. Opam sallallohu to'g'rab, saylarni to'g'rab, go'shtlarni to'g'rab qilib oldi. Shuni bilan boyam qil ximining chiyig'i toza, yaxshi qanmabdi bilan yana bir qitim chayli o'tang degan ma'qul deb kirib, uni bir obdan qilib chaylab qavatgandan keyin buni piltilib o'tay deb piltlashga tushdim do'stlar. Ximi piltilga sizlar bilan bir mondish olay do'stlar. Mongshishmishda cho'ng uyda turishni yaxshi ko'rdigan, cho'ng uyda turayotgan kelinlardan qanchalar bor do'stlar. Biz pingnincha yuz baqqan bo'lsanglar o'tgan. Cho'ng uyda turishning bek ortiqchiliklari bek chiq do'stlar. Endi nimis qilsanglar, men o'zimning ota-onalarimni misol qilib aytsam, mening ota-onalarimmi shu cho'ng uyda dadam uyning kichik bo'lganligi uchun opam to'y qilib kelgandan keyin cho'nglar bilan birga tug'anki, ismini topsam bizning uy bir shodining uydagida Nurg'ulg'an shu mehmon degan kunni kepli ketib turadi. Mashning kayni bir qaynoq suyuvatdi, opamning qaynab turadi-da. Adam kelsin kelmasin qaynoq qilib turadi. Hozir birisi kelib qolsa deb shundal qaynoq suv qaynashig'la ulgurib bir tuqqanlarimiz kelib qoladi. Opam bechormash bir umr ashu cho'ng uyda o'tdi, lekin shunda japa tatgan bilan mana men hozir yashamgan vaqtida shuncha rayitini ko'ryapti. Ikki akamning ayoli vahshiy isilda hisobda opam ash burun apalarga qanday muomala qilgan bo'lsa, kelinlardan shundoq muomala yinyapti. Shunlashqimi men shu o'zimning ashundaq uyninki bir ta'limini olib qolganligim uchunmi cho'ng uyni bek yaxshi ko'rman. Shu sababdan men cho'ng uyni tanlab, ham shu yo'lishim ham o'zi bir tala o'g'il emasmi? Shunga ham shu yo'lishim bilan shu cho'nglar bilan birga turyapmiz. Mana men hozir balkim ayrim uy tutayotgan bo'lsam, balkim bir uyda butun hamma narsa mening bishimga kelib bo'g'aydi deb o'ylayman. Lekin hozir men kelin bo'lganligim uchun men texi bola apama qiynaplarımning oldida bir bola dema hisobda. Bularni men voy balam deganlik uchun men texi cho'ng bo'lmadim deb o'ylayman o'zimni. Shu hisobda shunlashqa men cho'ng uyni tanlagan do'stam. Hamma odamningki yashash muhiti o'xshash bo'lmaganligi uchun ba'zi odamlar shu cho'ng uyni tanlaydi, ba'zi odamlar ayrim uyni tanlaydi. Sizlar bilan parangish mondasam qavish gaplarim tugmaydi juma do'stlar. Rost paranchimkanmi do'stlar? Birdamcha tamoqlarimiz pishay deb qopdi. O'ng'ich qiynatan bo'lam, jigachaydan bir damlab qo'ying. 2 kun bo'ldi damlamadingiz. Ajab bir ishimiz kelib qoldi-ku, mayliq tamoq bilan bir ichib olayli dedi. Jiga
asrash kiyimni bilsizlar, men butun Şinjanğa jigar asrash kiyim bilan tonilgan. 3 yil bo'lay deb turmuş kiyim bozorga selingan, jigardik issiqni qaytarib, jigardik mayni seriydi, qandik mayni seriydi, qavziyatni yaxshilaydi, uyquni yaxshilaydi, badninlatki zarini tozalaydi, dumbay yuziga dog'ni xo'rak chiqayotgan, bizga o'xshash mayli qo'rimliq tamoqlarni ko'payadigan, lekin mush tamoq yeb bo'g'ich boshchin qilib og'rib, eg'iz ochiq bo'lib, eg'iz puravotgan do'stlarning oldin tanlash bo'la oladi. Ish qilib barliq do'stlar, jigiringlarni bir sog'lom qilinglar bo'lsa, cho'qim ichib biringlar bu joyni. Mush tijanda jigarning harorat teshib ketibdi yoki jigarni may qaplab ketibdi degan ahvollar bo'lib qolgan bo'lsa, sizlardan cho'qim ichinglar. Vahshiy foyda qiladi juma do'stlar, hech qanday aks ta'siri yo'q. Butun materiallarni ko'zinglar bilan ko'rib turib iste'mol qila olasizlar. Oldikayni 7 kunda jigardik issiqni qaytarib bo'ldi do'stlar. Besib istanglar, yo'g'inab ketgan, samirib ketgan badallaringlarni kichikiltib, ravru holatda o'riqlab ketisizlar. Yana juma mush maylaringlar serilgan ekan do'stlar. Yangi nomerimning hurmatli do'stlar, setib olgan do'stlarimga ajoyib e'tibor bahada qilib beray. Asli baho 88 qo'yga. Hozir tixim azam bahada tixim chiqirib beray sizlarga, bir ilib ichib beqinglar. Ya asrash kiyimning ulanmasi cho'ng nomerimda bor do'stlar. Mendan ayrim gap qilsanglar, cho'ng nomerimni avat bermay shu yerdan setib olsanglar bo'ladi do'stlar. Rahmat, eng minnatdorligimni bildiradigan fansillarim sizlarga shuncha qo'llayapsizlar do'stlar. Oxirgi ko'rpagan barliq do'stlarga rahmat. Shuning bilan bugungi tomoqlarimizni etib, yeb, qochqimishlarimizni besiqtirib degandek bekor bo'lib o'tdik bugungi bir kunlik vlogimiz ham oxirlashdi. At ko'rishaylik, xayr xo'sh.